Assalamu alaykum. YouTube kanalidagi barliq ko'rmanlar hammalarning mushaq xayrlik bo'lsin. Güldiyar Nurmamatdan hammalarga qutlug' salom. Bugun birinchi qatim shu YouTube kanalim uchun video tartibim. Bunun burun YouTube chiqargan videolarimning hammasi mikroblogga chiqarib bo'lgandan keyin bu tarafga qo'shimcha chiqarib qo'yayotgan. Demak, 1,5 yildan yoqi men YouTube'ga videolarni chiqarib turib yetibdim. Shunlashqa haqiqiy bir rasmiy holatda sizlar bilan bir yuz ko'rishib, sizlarning mendan so'ramoqchi bo'lgan savollaringizga javob bergach bu videoni tartibim. Undaqda odolan videomizga o'taylik. Undaqda aldı bilan videomizni azroq o'zimni tanishtirish bilan boshlaylik. Ismim Güldiyar Nurmamat. O'zim Urumchidan, Tegim Qo'lchidan, Urumchida tug'ilganim bilan bolaligimdagi ko'pincha vaqtlarning hammasi Qo'lchida o'tgan. Vatanda men 14-o'rta maktabni bitirgandan keyin Shinjon universitetida doktoriyasichilik kasbida 1,5 yil o'qib, undan keyin Germaniyaga keldim. Hozir Germaniyaningki Göttingen degan shahrida, ya'ni Göttingen universitetininki ingliz tili tilshunoslik kasbi bilan turkologiya degan ikki qo'sh kasbni o'qiyapman. Fikirlarni men sizlarning savollaringizga javob bergach, ketib beray. Undaqda aldı bilan shu maktab va o'qish to'g'risidagi savollardan boshlaylik. Bir qiz so'rabdi, qachon chet elga chiqqandingiz, vatanda universitetni o'qib tugatganmi? Bayam deb o'tganimdek 1,5 yil ham o'qiy oldim. Undan keyin Germaniyaga keldim. Chetga chiqqan vaqtim bo'lsa 2017-yili. Vatandagi o'qishimni bitirmay kelganimdagi sabab bo'lsa, biz oliy maktab imtihonini berayotgan vaqtimizda bizniki butun siyosatni ostin-ustin qilib o'zgartirayotgandik. Shunlashqa na meni o'quvim bor kasb bu yerda, na menga mos keladigan maktab bu yerda. Men oliy maktab imtihonida 506 aldım. Şu yılisiga nisbatan xeyli yaxshi bo'lgan bir numur. Hamda shu Urumchi shahar bo'yicha oldingi 100ning ichiga kirdim. 14-o'rta maktabdan oldindan taqtaylarimiz bizning ismlarimizni yozib ketdi. Men shaxsan o'zim ximiya, fizika, tabiiy fan kasblarini bek yoqtirib ketmayman. Men hamda kichikimdan til o'quvim bor. Til bilan aloqador har qanday kasb bo'lsa o'quvim bor. Shunlashqa biz oliy maktab imtihoni bergan yili 95% maktablarning hammasi YKB, ya'ni oldingi tayyorlik sinifi bilan beribdi. Kasblarni aniq yozib bermabdi. Undan keyin til kasblarining hammasi yo 2 yo 3 darajalik bakalavriat, ya'ni arba yoki sandan yozilibdi. Men 500 natija ilib hamda arba o'quvim kamidi. Shunlashqa qanaqsam bular deb turgan vaqtimda shu men oliy maktab imtihonini berishdim burun, ya'ni 1,5 yil burun Shinjon universitetininki doktoriyasichilik kasbiga oldin ola san'at kasbi imtihonidan berib boqqandim. U chaqda faqat men cho'qim doktoriyasichilik o'qiyman deb turib kelmagan, faqat ber boqay. Kichkina naqsha aytib, solo o'ynab riyosachilik qilib shurdim. O'zim bir sinab boqay deb berdim. Kirib Bəzən 150 o'quvchining ichida kasbiy natijam 3-chi bo'lib o'tibdi. Men shundan xushib ketdim. Shuning bilan shu ismga qilib haras men shu kasbga ilingandim. Kasbiy natijam shunday yaxshi chiqqandi. Hozir meniki adabiyot, matematika, anandagi chet el tili degan shu fanninki natijam shunday yuqori. Amsa mushbanga bir yozib boqay, kasbga bir yozib boqay. Men cho'qim o'tdim deb yozdim. Germaniyaga kelishim uchun cho'qim vatanda Arya Gongcheng dashi deydi. Bundan Uyg'ur tili o'lchamlik ismini o'qimaydi ekanman. Shu 211 planga to'g'ri keladigan shunday oliy maktablarning ichida cho'qim bir mavsumninki o'rtacha natijasi 80 dan yuqori bo'lib, bo'lganda andan keyin Germaniyadagi maktablarga iltimos qila oladi ekanmiz. Buningga Shinjon universiteti muvaffaq bo'lib tushdi. Andan Shinjon universitetiga kasbga ilindim. U vaqtda sonni butun vatanimizda tabiiy fan o'quvchilariga, qo'sh tilli o'quvchilarning ichida tabiiy fanga faqat bir lisan beribdi ekan. Shundan men bo'lib o'tib qoldim. Kirib o'qidim. O'qib bo'lgandan keyin 1,5 yildan keyin shu til imtihoni deymiz, til emas, APS imtihoni deymiz, ingliz tilidan berilgan imtihonlar, undan pasport, taraqqiroq viza shu ishlarni bitirib, hammasini taqib bo'lgandan keyin qonunli yo'l orqali Germaniyaga kelib o'qish uchun hisobga chiqib, mishadi hozirga qadar o'qiyapman. Ham shu sababdan vatandagi o'qishimni bitiramay qoldim, ammo o'zim orzu qilgan chet elga oxiri chiqdim. Ham 2017-yili 3-oydan boshlab 9-oygacha til o'rgandim. Til o'rganib bo'lgandan keyin 11-oyda DSH, ya'ni chet elliklar uchun til imtihoni, german tili imtihoni. Mush imtihondan keyin yoziq imtihonidan 11-oyda o'tdim. Undan 12-oyda ig'iz tili imtihonidan muvaffaqiyatli o'tib, DSH degan natijamni ilib, undan keyin maktablarga iltimos qilay desam, u vaqtda Germaniyaniki qishki mavsumga iltimos qilgan vaqt o'tib ketibdi. Ham meniki o'qimoqchi bo'lgan tilshunoslik kasbimni faqat shu qishki mavsum bilan bor ekan. Hem şu sebepten amaliyot bir yıl saqlash to'g'ri kelib qoldi. Ammo saqlagan taqdirdimi o'zim eng yaxshi ko'radigan kasb, ham o'zim eng yaxshi ko'radigan maktab, o'zim yaxshi ko'radigan shaharda shuna yaxshi o'qib ketib borman, Xudoga ming shukr.
degandek. Buna okşup yapılan yeni bir soru var ki, şimdiki mesleğinizi severek seçtiniz mi ya da başka meslek okumak istiyor muydunuz? Yani bir kız soraptı. Neymiş için o kesbini talap qağandınız deydi. Yani İngiliz dili tilşünaslık kesbini tanışımdaki sebep kichikimdan inglizchaga qiziqib keldim ham inglizcham shunday yaxshi o'rganib kelgandim hamda uni texmu kasbiy holatda bir qadar bir darajada texim yuqori o'rlab o'qib texim ishga kirib o'qigim keldi shunlashqa ingliz tilini tanladim yana bir kasbim turkologiya bo'lishidagi sabab bo'lsa o'zimninki yana yani şu Uygurlarnınki haqiqiy chin bo'lgan tarixini o'rgangim keldi hamda tüm Türkiye millatlariniki tarix deymiz madaniyat deymiz mush jihatlarda asosiy bo'lgan bilimlarni ilib akademiya jihatda yana bir qadar yuqori o'rlab o'qigim keldi shunlashqa mush kasbni tanladim evet bu mesleğimi severek bekleyerek seçtim. Ana keyin bir savol odatda o'rganishni qanday vaqtlarda ko'p qilasiz o'rganish qilib qancha soat o'tira olasiz deb so'rabdi odatda men o'rganishni normalda masalan mavsum vaqti bo'lsa dushanbada juma kuni har kuni kechda darsdan yongandan keyin agar topshiriqlar oz bo'lib qolsa 2 soat agar chiqib bo'lib qolsa 3-4 soat shunday vaqt chiqarib o'rganish qilaman ondan shanba kunlari cho'qqim eng oz bo'lganda bir kunni dam oldiganga chiqarib qo'yman chunki men uchun dam olish nihoyat muhim andan keyin yana bir hafta texnik bo'lgan o'rganish vazifalariga energiya to'plash texnik muhim shunlashqa cho'qim yaxshi aram olishim kerak deb shanba kunlarini normalda aram olish qilib qo'yman ammo agar topshiriqlar chiqib qilib vazifalar chiqib qolsa 2 kunga o'xshamaydigan qilib bo'lib va yoki bıraklan bir gün mesela şembe gününü tanlap şu günü bırak o'rganish qilib bo'lib yakshanba kuni aram olma va yoki ikkisini almashtirib degandek mushtaq bir xil flexible holatda o'rganish vaqtimni o'rinlashtirman andan keyin o'rganish qancha soat o'tira olasiz deganda men bakil soatlarni sanab qilib ketmayman chunki menga nisbatan soatdan kerak yaratgan unumim kerak muhim masalan 1 soat bo'lgan 1 soat o'rganish qilgan bo'lsam yoki 3 soat o'rganish qilgan bo'lsam mushning ichida qanchalik unum yaratdim qanchalik topshiriqlarni ishlab bo'ldim yoki qanchalik kitobniki qanchalik vazifasini tugatdim maqoladan qanchalik yoza oldim degandek uning ustiga men kichikimdan bakil imtihon vaqti kelishdan burun va yoki boshqa vaqtlarda kechacha uxlamay qahva ichib turib men undan o'rganish qila olmayman masalan bizning maktabda hozir o'qiyotgan kasbimda maktabga kirib sinfga kirib beradigan imtihon bilan Hausarbeit ya'ni take home exam uyga qaytib imtihon vaqtlari tugagandan keyin aldamay maqola yozib turib beradigan imtihon aldı bilan shularni arib olgandan keyin andan keyin planimni tuzayman ham amal bor unda kech qolmaydigan bir hafta burun hatto bu bir oy burun shu qiladigan o'rganish planlarimni hamma tuzib olgandan keyin imtihondan burun hargiz kech-kechalab o'tirib material ko'radigan qilmayman amal bakmayman çünkü men uchun aram olish bek muhim ikkinchi kuni ruhli holatda zehnimni markazlashtirib imtihon berish men uchun bek muhim shunga bakkilikda uzoq vaqt sanab soat sanab unda qilib ketmayman bu endi o'zimniki shaxsan o'zimniki shu o'rganish usulim degandek kelgusidagi 10 yil ichidagi planingiz deymi kelgusidagi 10 yillik planim bo'lsa shu bakalavrlikni muvaffaqiyatli bitirib bo'lgandan keyin magistrlik o'qig'im bor magistrlikni o'qib bo'lgandan keyin yaxshi bir xizmatga erishib andan keyin xudoyim buyursa inshaalloh xudoyim qo'shgan aşkım bilan bir kichikgina baxtli oilamizni qursam andan keyin balaliq bo'lsam deb o'ylayman inshaalloh arzu armonlarimga yetkazgay andan keyin muhabbet to'g'riliq so'ralgan savollarmi bor ekan bir so'rabdi hada bir o'g'il bolaning chin ko'ngildan yaxshi ko'rganini qaysi tarafdan bilgili bo'ladi deb so'rabdi buningga bir o'g'il bola sizni haqiqiy sevgan vaqtida birinchidan sizga yetarli bexatarlik tuyg'usi beralaydi sizni hargiz andishiga solmaydi yo'qolib ketmaydi nima ketgandi nima ish qilayotgandi deb undaq bir xil andishiga ko'ngilda bo'lg'usiga sab qo'ymaydi har vaqt sizga vaqti chiqqandan gap qilib xat tezib andan keyin sizga nada nima ish qilayotganligini xabardor qilib qo'yib turadi undan boshqa ikkinchisi turmushdagi gap so'zlar bo'lsin kichik sharkatlarda sizni qanchalik so'yadiganligini ifodalab beradi masalan sizniki bundaq deb ketgan gapingizni esida chang tutib mesela bundaq bir narsani yaxshi ko'rdim degan bo'lsangiz esda chang tutib olib kelar qitimliq tug'ilgan kundaymiz yoki anniversary shunday muhim kunlarda sizga uni sovg'a qilib beradi va yoki shu gaplaringizni aniq ko'ngilda saqlab olib shunga yarasha ish harakatlarni ilib boradi shunday zil inchki yerlarda sizni qanchalik yaxshi ko'rganligini ifodalab beradi shunlashqa bir o'g'il sizni chin qalbidan sevgan vaqtida siz uni cho'qim his qila olasiz yana bir savol bor ekan navoda bir kuni qaysar akamning boshqa bir qiz bilan sizni aldatganligini bilsangiz qanday qilasiz birinchidan men o'zimning ma'lumotimni bilaman taniyman tushunaman hamda eng muhimi ishonaman xuddi umuman ishonganga o'xshash bir muhabbatninki ilishkisida shunday bir munosabatda ishonch eng muhim hali ikki yerda turuqliq shunlashqa bunday ishonch bo'lmagan muhabbat uzun qolmaydi andan keyin ikkinchidan ancak bunday bir qiz tug'ilmadi muhabbat to'g'risida shunchalikday
Endilikka boshqa bir savol bo'lsa, mana eng ko'p so'ralgan savollar rasmni qanday tatisiz, videolarni qaysi applarda ishlaysiz degan savolga. Rasmlarni men normalda selfie tatgan vaqtimda mushu iPhone'ninki o'zining kamerasini oldi kamerasi bilan tatdim. Andan keyin butun badanni ko'rsatib turib tatadigan rasmlar bo'lib qolsa, shuncha odamimiz buni endi iPhone'ninki orqa kamerasida tatdim. Andan keyin ba'zan vaqtlarda selfie'ni texim chiroyli, texim jalbkor chiqarish uchun Chinyan Shangji deydigan bir app bor, shuni ishlatdim. Men chiqarib qo'yay. Chinyan Shangji da tatdim. Andan keyin bu TikTok'ga chiqaradigan e'lonlar bo'lsin va yoki kichik videolar va yoki 1 minutlik kirim videolarni bo'lsin, hammasini mushu Chinyan Shangji'da tatdim. Tatib bo'lgandan keyin rasmni Visco bilan PixArt degan mau ikki app yasayman. Videolarni Douyin, ya'ni TikTok'ninki qo'shma video yasash appi Jeying deganda ishlayapman. Shu TikTok chiqaradigan kichik videolar, kirim videolari degandek 1 minutlik kichik kirim videolarni shularni o'sha Jeyingda ishlayapman. Andan keyin kamera ilishdan burun men butun cho'ng videolarimning hammasini telefonimga oq kamerasida tatib. Hozir kamerarim bo'ldi, kamerada tatib. Endi bundaq cho'ng videolarni, ya'ni YouTube'ga, mikroblogga chiqarayotgan kirim videolarimning hammasini Final Cut degan mushu appda yasayman. Mushuningda eng o'lchamlik, eng to'liq bo'lgan videoni mushuningda yasag'il bo'ldi. Endi rasm videoning kegiga kelib qoldik. Undaqda men nima uchun mushu mikrobloglarga videolarni chiqarib, anan nima uchun YouTube kanalini ochganimni bir izoh berib o'tay. 2017-yili mushu 12-oyda imtihonni berib bo'lgandan keyin ta 2018 yil 10-oygacha mushu bir bo'shliq vaqtim kirib qoldi. Bu vaqtda bir chetdan ish topdim. Ishlagach, andan keyin qaysar men bir fikr berdi. Chunki men u mezgillarda har kuni degidek to'xtamay YouTube'dagi kirim videolarni ko'rib, havas qilib, ashdan qiziqib degan ko'rib o'yin ketdim. Shuning bilan qaysar dedim, "Menga jinim o'zingiz qilib baqsangiz bo'lmamdi?" Sizin çoğum qila olaysiz, men sizga ishni nima boshlab degandi. Shunda voy qaysar tovadan menda na undaqchiq kirim bor, na kamera bor, uni bir muncha narsalar ketadigan vaqtdan u osonlik chiqiladigan ish emas deb desam. Yo'ldiyar, har qanday odam noldan boshlaydi. Har qanday YouTuber bir kun ochdilam tuyuqsiz beyib, anaki butun kameralar osmonga to'kilib qolgan emas. Hammasi o'zining tirishchiligiga tayinib bir qadamdan yuqori o'rlab mangdi. Shunlashqa sizin tirishib beqqan, cho'qim qila olaysiz deb boshlab meni rag'batlantirdi. Menga bir oldiga intiladigan bir xil ishtirib, menga bir kuch berdi. Shuning bilan men o'ylab, ma'qullamsa men qishimda borgirimlar bilan başta bir live stream berib baqay. Oniki önüm qanaq bo'ldi? Agar yaxshi bo'lib qolsa, men andan keyin shu video tatishini boshlay deb andan keyin mikroblogda live stream qildim. Ya'ni naq maydon shu kirim qilib, o'gitib qizlarga ashtaq. Qildim, andan keyin uning shunday yaxshi bo'ldi. Shunday qizlar bo'lgan siri uni ko'radigan odamning soni chiqaydi, qizlarni shunday tatliq omaq gaplarni yozib, meni rag'batlantirib, meni shunday qo'llab qildiki, men azroq ishdan chiqarib o'zimga ayni vaqtdagi telefonim, ya'ni iPhone 6s bilan shu video tatishni boshladim. Masalan, uni qanday tatdim desanglar, videoni bunda tatib qo'yib, birdan tatib bo'lgandan keyin o'zim yoqqa o'tib, ashad o'tirib, birdan o'tirib, bunda bir midrab yiqib, andan keyin yana qaytib kelib, yana besitib, ana bu yana qaytib etib, ichida qanday chiqyapti, to'g'ri yerda o'tiribdi, men bu deb ko'rib yana berib, joyiga qaytib berib, ashdan tatib, bir videolarni tatishni boshlab bo'lguncha men oldiga qilib 7-8 qatam men bo'latdim. Ashunda qilib men bir tasta bir jabalarni qildim. Anki 2-3 videolarni oldirmay chiqardim. Chiqarib taki shu 2018-yil 10-oyga kelgan vaqtda opamdan bir posolka keldi menga. Opam shu non deymiz, kiyim-kechak yoki ushaq tushak yeydigan narsalar bilan birga shu meningki usul ko'ynagimni tanqisab beribdi. Shunda qo'shib ketdim. Ko'ynakni ilib raqlarini mushta uchimlab degan purab yig'lab ketdim hatta. Chunki vatanni bak seg'inibdi. Men ayni vaqtda mush usul ko'ynakni kiyib vatanlarda maktablarning sahnlarida bo'lsa, işte o'yin qo'yib qolganlarimni o'ylab, qalamga bir o'y kelib, endi kirim videosi tatvat qilib bo'pti. Buni bilan qo'shib, usul sahna kirimini tatib, andan keyin YouTube'ga qo'shib chiqarib qo'yay. Meniki YouTube'ga chiqqan birinchi narsam o'zimning millatimni ifodalab beradigan, o'zimning madaniyatimni ko'rsatib beradigan shunday bir milliy parvar narsa bo'lsin deb o'ylab, andan keyin YouTube kanalimni ochdim, mikroblogga chiqargach, andan keyin YouTube'ga chiqarib qo'ydim. Ham bundan burun men vatandagi vaqtda kichikimdan tatib, sahnlarda usul o'ynashga omraqdim. Maktabda faoliyatlar bo'lsa, birinchi bo'lib chiqib oladdim. Men usul o'ynayman, men yaxshi aytaman. Endi oliy maktabga chiqqan vaqtimda bo'lsa, shu bizniki diktor riyosatchilik bo'lgandan keyin kitobiy bilimlarni o'rganib qolmasdim, balki qanday xabarlarni qanday berish, programmalarni qanday qilish, o'xshamaydigan programmalarga qanday riyosatchilik qilish, kameraning oldida qanday
qandaq turuş, qandaq so'zlash, intonatsiyalar qandaq diqqat qilish, ovoz mashqi, ovozni texmi echish. Undan boshqa usul darslarimiz mo'baddiy. Ammo nisbatan meniki hozirgi videolarni tortishim, rasmlar tushishim bo'lsin va yoki e'lonlarni ishlashim degandek shundaq taraflarga shunday foydalari bo'ldi. Ya'ni tor dunyosidagi sahnada mushtaq jariy qilib turib, ish pishqobdan chiqarib va shu videolar bilan o'zimdagi ishdan sirtqi va o'rganishdan sirtqi vaqtlarimni texmi betib, texmi mo'l holatda qilib kelyapman. Undan keyin asta-asta videolarimni ko'rlik soni, qitim soni chiqlagandan keyin asta-asta menga anda-sanda undidar savdogarlariningki mahsulotlarini e'lon qilib video ishlab berish va yoki rasm chizib beradigan shunday fursatlarmi keldi. Shuning bilan men astola zamon kiyim-kechak deymiz, biznat kirim shu narsalarni qamdab kelyapman. Oldin qitimliq ishlagan e'lonimniki chiqqan kelgan pulga men hozirgi kameralarni oldim, ilib kichikgina bo'lsa bir kasbiy holatni bir xil shakllantirib hamda rohat sizlarga video ishlab kelyapman. Mayli qanchalik jabodatdan qat'iy nazar o'zim yaxshi ko'rgan o'zim qiziqqan ishni qilyapman. Shunga shundan shunchalik so'q qoldim. Ham amalning baricha sizlarga eng perfect, eng mukammal bo'lgan holatimni ekran oldida ko'rsatib, shunday qilishga tirishdim. Chunki bu ko'rurmanki bo'lgan bir xil hurmat deb o'ylayman. Demak, shunday oddiygina bir o'quvchi qizniki o'zining kichik g'oyalarini, anaki qiziqishlarini, talantini joriy qildirishga shunday fursat berib, hamda meni destaklab, shunchalik qo'llab, mening vatanga bo'lgan sevginishimni chan tutmay, to'ydirmay, muhabbatinglar bilan menga texmi jiq kuch-quvvatlarni beryapsizlar. Shunga sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Yana qanday videolarni ko'rganingiz bor, grim jihatdan bo'lsin yoki vlog jihatdan bo'lsin, yana qanday videolarni ishlapasam yaxshi ko'rsizlar, shuni pastga yozib qo'yishni unutib qolmang. Bu videomga like berishni unutib qolmang. Yana bir qator hammalarga rahmat aytaman. Undaq bo'lsa, bugungi videomiz mishada yaxlashdi. Hammalarning o'sha vaqtda yana bir qator xayrli bo'lsin. Kelasi videomizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.